Esla buni qarang, uxlab yotsam kimdir baqir-chaqir qilyapti. Biz Xonlar saroyining oliy idorasi Adolat va obodlik yo'lida sobit azm va qarorga ega bo'lgan xonlar nomidan ushbu farmonni e'lon qilamiz. Xo'sh. Ma'lum va oshkor bo'lsinki, bunyodkorlik va taraqqiyot yo'lida ezgu niyat ila qad rostlagan Sherxon House nomli navbatdagi mukammal loyiha Navoiy shahrida o'z eshiklarini ochmoqqa hozir bo'ldi. Ushbu munosabat ila siz izzat, ikrom va ehtiromga sazovor bo'lgan mehmon ushbu xayrli va muborak ochilish marosimiga Xonlar saroyi nomidan alohida taklif etilursiz. Marosim 17-fevral soat 17:00 o'tirib qo'ydim aka. Ya, gapirib kesamiz. Marosimdan gap. Ha, marosimdan olavering. Marosim 17-fevral soat 17:00 da Navoiy shahrida bo'lib o'tgan. Xullas do'stlar, Navoiyga boradigan bo'ldik. 17-fevral kuni soat 17:00 da Sherxon House qurilish binosini Xonsaroyda yangi obyektini ochilish marosimida sizlar bilan ko'rishamiz. Qilari shiqib qo'yib o'tirishini qara. Kim bu? Sizni o'zingiz kimsiz? Voy, xotiningizmi, tanimay qoldingizmi? O'zi bunaqa, shunaqa bu yerga. Ha, nima deyapti? Siz 4-siz bilasizmi? Men kecha ikkita qiz bilan ushlab olganman, ketma-ket shu kafeda, bilasizmi? Taniyman, santajlik qilyapti menga. Qanaqa xotin? Voy, nomard bolani shunaqangi uvoli tutardi. Voy, xotin boss. Xotin? Kimsiz? Kimsan sen? Kimsan? Bankdamiz kreditni olishga olib to'lamagandan keyin orqalarimizni sarson bo'lib qidirib yuramiz ana shunday. To'pato'g'ri, agar hozir o'zida bankda olgan kreditlaringizni to'lab qo'ymasangiz, darsi bo'lib ketaman-da, xotiningiz bilan ajrashtirib yuboraman, tushundingizmi? Yo'q, onasini hepsi bankirlar endi shunaqa yo'lga o'tib ketdimi? Mana bozorchi shuni olib turinglar, keyin yana to'layman. Hozir Nech pul qoldi? 2 million qoldi. Ne perejvan. Oy oxirigacha undirib olamiz. O'ylab qo'ygan fiklarim bor. Davaychi. Ey doktor Xushroy, senda bir katta muammo ko'raman. Qanaqa muammo? 500 ming bersang muammoyini yechib beraman. May, endi tezroq yeching. Hozir 1 minutdan keyin tepadan xabar keladi, muammoyingiz yechildi deb. o'yla, sani kep-kepchi lo'lini gapiga ham ishonasan. Bular aldab pulingni oladi, ketdik. Qanaqa muammo dedi-ku? Nima muammo bo'ladi? 500 ming kreditingizdan yechildi? Bu lo'li emas. Bu banker ekan-ku, mana kreditdan yechib oldi. Pulimni ber. 1,5 million qoldi. O'zimni toychoqlarim, sigirlarim. Barchangizni o'zimni 18+ yopiq Telegram kanalimga taklif qilaman. Atiga 1,5 million so'm pul to'lang va stresslaringizga balham bering. O jonim, mana 1,5 million so'mdan aylansin o'zi tashlayman. Mana tushdim, mana chek. Asalcham, kartangizga 1,5 million tashab qo'ydim. Tez menga gruppacha silkasini tashlang, bir ko'raylik videochalarni. Ana keldi. Bunaqa videolar desa pulni oldi orqaga qaramay sochgan. Kreditni to'la desa qochgan. Salladan shunday qilib kreditni undirmasa, undirib bermayapti. Bu bankirlar olmasa qo'ymas ekan. Hozircha piyanista xotiningizni olib keldim. Ha, nima bo'ldi? Bitta. Jinni sharmanda qilmay, zamonda qiz bilan qiz ham o'pishadimi? Ha, ana, qalay bo'lar ekan? Kecha siz ham ichib kelib, jo'rangizni olib kelib, bitta deb qoqildingiz. Yo'q, yana nimalar qildim, ko'rsatchi. Tushundingmi? Hammani sotib olaman. Pul mo'ri. Hamma pulni sotib tashlading. Ha, ana, ko'rdingizmi? Kecha kayfda hamma topgan pulingizni mana shunaqa qilib toshib tashlagansiz. Yo'q, ichib olsak sher bo'laganmiz-da. Xotin, tur, hammaga sharmanda qilyapsan. Ha, bitta men sharmanda qilyapman. Kecha siz ham ichib kelib, ariqni bilan meni sharmanda qildingiz. Ariqqa yumalagan bo'lsam, usti boshim top-toza turibdi-ku, aldama. Nimaga aldingman? Yaxshi ham arniyo parashut gellari bor ekan. Bitta kiyimizni toza qildi. Buni ishlatib ko'rganlar biladi. Ya, onasini emsin. Yana nimalar qildim, xotin? O'zingni yop, chunki chamam ichmayman, o'zim bilaman. Son ona. Onadan so'kma. Ha, ana, qalay bo'lar ekan onadan so'kish, a? Kecha bizda ona qolmadi, onani onasi qolmadi. Butun boshli uruq aymoq qolmagandan keyin kallamga o'tdingiz. Bo'ldi, xotin. Ichib olib kecha toza rasm bizda. Sanda o'zimni ko'rdim. Chetdan qarasa ichgan odam juda xunuk ko'rinar ekan, ha?
Men bugundan boshlab ichishni tashlayman. Vodka pivo, под конец корпоратив. Kim u? O'ynashiz, oching eshikni. Uxti, bizni adaptirmagan xotin onasinikidan keldi. Hozir. Qani, Nechamiz silaysiz, tez o'tsangiz o'lasizmi? Yeming kuygur xotin. Bir kunda odam shunchalik ham o'zgarishi mumkinmi? Onasinikiga ketayotganda kayfiyati yaxshi edi-ku. Dadish, men onamnikiga ketyapman. Paka. Buni sababini topish kerak. Onash, ovqat qilmaysanmi? Kech bo'lyapti. Men ham odam, charchadim. O'zingiz bu narsa qilib yeng. Ey ona, nima hali men ko'ylagim yuvilmagan? O'zingiz qo'lingiz bor-ku, masga cho'rmam ushtang. Bu xotin qanaqa birdan o'zgarib qolishi mumkin? Bo'pti dadish, men onamnikiga ketdim. To'xta, onash. Mana ochkin taqvo quyosh nuridan qaytaradi. Rahmat degimocha. Paka. Achkiga yashirin kamerani o'rnatdik. Endi xotinni kuzatamiz. Onajon, Qizim yaxshi keldingmi? Xotin onasinikiga kirdi. Qizim, aytganlarim qilyapsanmi? ha, qilyapman. Eringni ana shunday usha. Oilada o'rning borligini bilsin. Bilib qo'y, sen ularga cho'rimassan. Og'zingni ochib lallayib o'tirma. Haqqingni talab qil. Tushundingmi? Tushundim ona, tushundim. Polka period, davay. Ya ona. Topdim! Evrika! Bu xotinlar onasinikiga borib nimaga o'zgarib keladi desam, onasidan motivatsiya olib kelar ekan. Hamilo echkichalar.